Abu Dardo roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam har kuni tong otganida va kech kirganida Hasbiyallohu la ilaha illa huva alayhi tavakkaltu va huva robbul arshil azim, ya'ni Alloh menga kifoya qiladi, undan boshqa iloh yo'q, unga tavakkal qildim, u ulug' arshning robbisidir deb 7 marta aytsa, uning dunyo va oxiratdagi muhim ishlarda Allohning o'zi kifoya qiladi dedilar. Ogoh bo'ling, har bir qilinadigan solih amallar qabul bo'lishligining 2 sharti bor. Ixlos bilan qilishlik va shariatga muvofiq bo'lishligi. Agar amallaringizda mana shu 2 shart topilmasa, bilingki qilgan amallar foydasizdir, balki bid'atdir. Har bir bid'at zalolatdir.